Salom tankistlar, bugun podpiska kelgan. D21 6-urovень yengil tankimizga mana ko'rib turganinglardek 10 kunlik 200 ta sertifikat beradi. 10-kunga qo'shimcha 50 ta, ya'ni 250 ta bo'ladi. Kim o'ynab ko'rgan bo'lsa bu tankni biladi. Tez yuradi, yaxshi. TPMlari ham yaxshi. 160 dan 594 sekundda uradi. Men o'ynab ko'rganman, uncha hozir 7-o'rindan past o'rinlarda o'ynamayapman endi. Yoqmasa sotib olsanglar ham bo'ladi. 1000 ta pilla tekinga qoladi sizlarga. Va yana nima? Ha, bizda aytgancha ruletga chiqqan bugun. Sezonli tanklarga o'ynash tavsiya bermayman. Sertifikat tushib qolishi qiyin. Xo'sh, yana nima? Bundan keyin yangiliklar uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklarni asta-sekinlik bilan yoritib boramiz. Replaylaringda, ya'ni o'ynaganinglarni tashlasanglar sharhlab baholaymiz. Hozircha shu.